Yo, hammaga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan Raider Buldrop bolalar. Bugungi videomizda bolalar Buldropni opengiz qilamiz bolalar. 3 dona akkauntimizga 99 talik promokoddan olganmiz bolalar. Promokodlarni ochib ko'ramiz. Maksimal balansimiz qanchagacha ko'tara olamiz yoki yo'q, sizlar bilan birgalikda ko'ramiz bolalar. Xo'p, kanalimiz yangi kelganlar uchun, Buldropda yangi kirganlar uchun, ko'pchilik balans to'ldirishni yoki yuz chiqarishni ham o'rgatadiganlar uchun mana masalan pastdan bunaqangi to'ldirish degan menuni bossalaring kirib ketadi mana shunaqa o'yin ochiladi keyin. Keyin bu yoqda Visa, Humo shunaqa Payme'dan ham tashlasanglar bo'ladi bolalar. Masalan, sizlar bank kartalari Humodan to'ldirmoqchi bo'lsanglar, hisobinglarni 50 ming so'mga deylik, 296 ta coin bo'ladi. 296 tani hisobni to'ldirish bosib qilasizlar. Agarda sizlar yana balansinglarga ozgincha pul coin bo'lsa ham qo'shib berishni xohlasanglar bolalar, promokod degan joyga bekqilsanglar mana 3 dona harfli sizlarga 20% bonus qilib sizlarga 296 ta bo'lgan bo'lsa 356 ta qilib beradi bolalar. Bu promokod juda ham omadli bolalar. Ishlatib ko'rishinglarni maslahat beraman bolalar. Keyin bu yoqqa hisobni to'ldirishni bosganinglardan keyin sizlardan karta raqamlarini va karta raqamlarini ishlash muddatini so'raydi bolalar. Keyin hammasini terganinglardan keyin sizlarga telefoninglarga kod boradi bolalar. Shu kodni yozsalaring, bir coin hisobinglarga tushadi bolalar. Keyin yuz chiqarib olish uchun esa chiqarib olishga o'tasizlar, o'sha to'ldirish yonidagi standga turganmiz. PUBG ga o'tamiz bolalar. PUBG ga o'tib turib ID'mizni yozamiz va hisobimizda qancha yuz turgan bo'lsa, o'sha yuzini masalan 60 bo'lsa, 60 yuzini bosasizlar. Keyin buni yuzi chiqarib olishlarda ko'k bo'ladi. Ana shu ko'kni bitta bossalaring, shaxsiy kabinetga kirasizlar. Keyin chiqarib olishlarga kirsalaring, mana shu yerga yuzlar kelib tushgan bo'ladi. Ya'ni Midasboy uchun promokod tushib kelgan bo'ladi demoqchiman. Keyin uni solishlaring mumkin bolalar Midasboy saytidan. Hop, unda biza bolalar open case'imizni boshlaymiz bolalar. 99 talik case'larga promokod bor. 3 ta akkauntimizdda o'shalarni ochib ko'ramiz bolalar. Tak 99 dublon. 3 ta akkauntda ham xuddi shunaqangi case. Hozir bitta ochsam mana shu haromini bermasa bo'ldi menga. Boshqa narsa beraversin, ana shu bitta 12 ni bermasa bo'ldi ori. Buni aytdim, katta tomon shuni satira. Balla satira bermadi. Yo, yaxshi. Ko'rdinglarmi bolalar? 196 ta coin bu. UC'da 120 UC bo'ladi bolalar. Ko'ryapsizlar bolalar? 54 da berish shansi 657%, 196 ni berish shansi 413% bolalar. Bizga lekin 196 ta coin berdi bolalar. Bu yaxshi degani bolalar. Endi biz 196 ta coinga давайте shashlikdan ochib ko'ramiz bolalar. O'rta hafta bundan ham 4 talik qilib 5 talik ketamikan? Da bolalar 175 ta coinga 5 talik 35 lik esa ochib yubordik bolalar. Qani endi shu akasizlar bilan birgalikda ko'ramiz. 175 taga ochuvdim bizga. Ko'rganinglardek bolalar 175 ta coinga ochdim. Bizga 266 ta coin qilib berdi bolalar. Bu degani normalniy plus degani bolalar. Hattoki mana buni ham satragini berdi 149. Hop, endi biz esa qaysi case ochamiz? Давайте mana shu Megumi Fushiguro degan case'dan 4 talik 236 ta coinga ochamiz. Agar minus bersa, kontrakt qilamiz bolalar. Kontraktda hammasini qo'yamiz, necha tushadi, uni ham sizlar bilan ko'ramiz bolalar. Bu bizga normalniy buni statragi bormidi o'zi? Bu afsuski bizga strateg bermadi. 153 ta coin berdi. Kontrakt mana shunaqa narsaki, hozir tikib ko'rsataman sizlarga. Qaranglar bolalar, 153 ta coin tikyapman. Eng pasti 46 ta pul coinda, eng ko'pi 767 ta pul coingacha tushib qolishi mumkin. Bu taxminiy omadinglarga qarab bolalar. Hop, hozir tikamiz, necha tushadi ko'ramiz bolalar. Qarang, 153 dan bizga 111 no bizga bu minus berdi bolalar. Tak, buni sotamiz endi. 163 ta coin bo'ldi. Давайте mana shu qizildan ochib ko'ramiz. O'rta hafta qani 2 talik ketadi ekan. 168 ta coinga ochdik. Agar minus bersa, ikkalasini upgrade bosib olamiz.
Voy bala 60 berdi. Basharang yo'qotami? 17 ham beradimi? Bitta ham o'qib bermadi bu. Mayli. 17 ni 50 ga qo'yamiz. 32% tushish shansi. Bu bizga tushmadi. Tushmadi valla. Endi bu короче. Давайте 100 ga bosamiz. 41% shans propos bilan gaz. Afsuski bu ham bizga tushmadi. 556. Sizlar mana shunaqangi boshida 190 ta qo'yib bo'lganda aslida men chiqarib olishim kerak edi. Lekin просто sizlar uchun o'ynab ko'rsatib berdim bolalar. Sizlarda agar shunaqangi omadinglar kelib qolsa, maksimalni srazi chiqarishga harakat qilinglar bolalar. Bizda open case tugagani yo'q bolalar. Kimga shunaqangi shunga o'xshash promokodlar kerak bo'lsa, Telegram kanalimga o'tib olinglar. Telegram kanalim profilimda turibdi yoki kommentariyada qoldiraman. Telegram kanalimda har kuni promokod tashiyman. Mana 20 likka tashlaganman olgan va yana 20 likka tashlaganman, buni ham olgan. Undan tashqari kecha 35 lik tashlaganman. Har kuni obunachilarim promokod tashlasam, mana palov degan 35 lik kesdan ochgan 50 tushganmi, nechida tushgan короче 53 lik kesdan ochib 135 tushirib olgan bo'ladi. Bolalar ko'ryapsizlar. Undan tashqari mana Ryan Gosling degan keysga nash omunachimiz olovdi promokod 35 lik keys просто 430 ta coin tushirib olibdi. Bu degani bolalar tekinga 240 UC chiqarib ketdi degani bola. O'shaning uchun bolalar ham Telegram kanalimga o'tib olinglar yoki postga kirib crazy passivcha bo'lib passivcha pamidsizlaring meni kanalim chiqib keladi bolalar. Bu do'stlar ham bemalol promokod olib UC chiqarishinglar mumkin bolalar. Xo'p, endi biz keyingi akkauntimizga o'tib, keysimizni ochamiz bolalar. Ya'ni bir donagina akkaunt qoldi shundan tashqari. Sekin-sekin ochaveramiz. Qani, afsuski bu bizga yo'q. 141, 147. Normalniy bolalar. Plus. Tekinga 60 degani bu ham bolalar. PUBG'da qanaqangi ishlar bor ekan? Давайте mana shu 85 lik keysni ochib ko'ramiz. Aybsizlik degan keys qani o'rta hafta qanaqa ekan? Sizlar ham bolalar kichik harf o'rta haf qilayotganinglarda pastdagi narsalarni berish shansiga qaranglar bolalar. Mana shu ikkalasini ham berishim mumkin, katta ehtimol bilan. Bizga katta ehtimol bilan minus o'rta hafta, biz kichik hafga qo'yib ko'raylikchi. Necha foiz bo'lar ekan? Buni 56 100 18 foizga chiqdi ekan. Mana bu so'mkalarchi? Mashlar beradi asosan adashmasam. Biz o'rta hafta ochamiz bolalar. 85 yusiga ochdik. Ya'ni bu coinda 139 ta coin degan tota biladi. 139 yusidan o'tib ketdi, afsuski. Minus. Qani bo'lmasam sapyordan ko'tarib ko'ramiz. Kreditni 36 yusi tikdan bitta desam ko'p bo'lardi agar. Yaxshi. Ko'ryapsizlar bolalar, kreditni 36 yusi tikib turib 222 yusi qilib oldim. Ya'ni bu 360 bitta coin bolalar, ko'ryapsizlar. Open case normallik ketyapti. Давайте mana shu Samsung degan keysdan 5 talik propust qilmasdan shunchaki ochamiz 295 ta coinga. Necha beradi sizlar bilan birgalikda ko'ramiz har doimgidek. Qani 295 ta ochsam bu bizga 299 ta berdi. Normalniy bolalar. Qani endi bitta propust bilan kichikda ochamiz 295 taga. Propust bilan qancha narsa berar ekan? Yebayt narx ko'rdinglarmi bolalar? Mana bu 125 dan 2 martalab berdi. Undan tashqari 100 berdi. Общий bizga 436 ta coin. Ya'ni hisobimizda 500 ta coin bor bolalar. 500 ta coin bu 325 USD degani bolalar. Ko'ryapsizlar bolalar, open case вообще udar open case bo'ladi. Mana bu Rival 339 lik shunaqami? 330 lik case qanaqa berar ekan? Ochib ko'raylikmi bolalar? 119 deb eshitsanchilar ekan. 10% ekan.
Qani mana ular 4%. Bu bizga katta ehtimol bilan normalniy minus bersa kerak. Minus berish shansi o'ta katta, lekin normalniy narsa ham berib qolishi mumkin. Nu, tavakkal qilamiz bolalar. Qani bismillah deb ochaveramiz. Nu baribir tekin hammasi. Tekindan qilyapmanmi shuncha coinni baribir. Afsuski bu bizga strak. Oy. Ko'rdilaringmi bolalar? 330 yochi 638 ta coin bolalar. Open case просто easy bomba open case bo'lyapti bolalar. Ko'rganinglardek 638 ta coin tushdi. Yana bu yoqda 177 ta coinim turibdi bolalar. Bu degani tak 325 plus 180 cha yutib beradi-da bolalar shu shuncha coinga. Просто 99 talik keysdan 147 ta tushdi. Shuncha coinga yana 700 yoki 800 ta coinga ko'tarib oldim bolalar. Biznes open case bo'ldi. Hop, endi oxirgi akkauntimizdagi keysni ochamiz bolalar. 99 talik keysni. Shu bilan videomizni yakunlaymiz bolalar. Sizlarda ham mana shunaqangi omad kelishi mumkin bolalar. Shuning uchun sizlar ham Telegram kanalimga o'tib olinglar bolalar. Telegram kanalimda har kuni promokodlar tashaladi. Sizlar ham promokodlar olib, sizlar ham mendaqangi yusib chiqarib ketsanglar bo'ladi. Agarda omadinglar kelsa agar. Va oxirgi dublon keysi bunda katta ehtimol bilan, o'ta katta ehtimol bilan 12 berishi mumkin bolalar. Javob beraman, 12 beradi. Men aytdim sizlarga. Yo, bilat 12 bermadi-yu, bu 30 mi shunaqada. 63. Lekin mana bunda to'xtagandamda bilat 231 edi-yu. Mayli bolalar, 63 ta va bu oxirgi 63 ta coinda ham sapyorga tikamiz. Yo'q, stop. Oldin bu pastni ko'raylikchi. 1600 ozgina qolibdi ekan 10 taga, 10 bo'lishiga. Asha 10 ga ko'tarib qo'yaylik bolalar. Ki 10 da ham 100 ta coin beradi, bu ham 63. Hatiyam yaxshi-da bolalar. Hozir sira sapyorga tiksam, sira silib bo'lib ketsa bo'lmaydi bolalar. Mana shunaqangi mayda keyslarni ochib, sizlar ham pul pasinglarni ko'tarsanglar bo'ladi bolalar. 40 taga ochdim, bizga 45 ta berdi. Normalniy kichkina keyslar ham plus beryapti hozircha. 35 ta, bu 5 dona minus. Yana ochaveramiz bolalar. Pul pasni 10 qilish kerak maksimaliy. 36 ta 4 dona minus endi. 60 ta coin qoldi. Qani 50 berib bolalar. 11 ta plus berdi. Yaxshi. 71 ta coin bo'ldi yana. Asosan menga bu pas ko'tarish kerak. Ko'ryapsizlarmi bolalar? 40 ta coinga ochib 82 ta beryapti. 2x ga beryapti. Balansimiz o'sha yana 114 bolalar. Dahshat. Openga chotki bolalar, chotki. No, endi bu bizga 15 dona minus berdi. Mayli, hech qisi yo'q bolalar. Yana ochaveramiz. 45 yana plus. Yana plus ko'ryapsizlar. Pulpas ham ozgina qoldi. Yana bitta ikkita ochsam, pulpas oshadi. Davay. Qancha bu minus berdi? Ancha minus berdi. Yo'q, 45 plus bolalar, chotki. Masini ochaylik, keyin pulpasga kiramiz bolalar. Bu bizga 10 dona minus. Mayli, hech qisi yo'q bolalar. 98 ta coin bo'ldi. Qani pulpas 254 bo'lib ketibdi, oshib ham ketibdi pulpas. Bu yoqdan 100 ta coinni olamiz. Buni sotamiz. 198 ta coin bo'ladi. Hozir keyin bittasi qilaman. 891. 9 ta qoldi. Mana 200 ta coin bo'ldi. Bu USD 120 USD keladi bolalar. Hop, endi biz YouTube chiqarmasdan shu tavakkal qilib mana shu 199 talik keysdan ochib ko'rmoqchimiz bolalar. Bizga qanaqa narsalar beradi, buni ko'ramiz. Mana shunaqangi mustonsalar bermasa bo'ldi ish qilib.
Qani unda bismillah deb let's go bolalar. Shu bilan videoni tugatamiz. 199 taga ochdim. Bu menga 80 nechidira 90 ta. Va oxirgi qilayotgan ishim bu Sapyor 9255 tikami? 92.55 va videoni tugatamiz bolalar. Hop, hozircha hammalarga xayr bolalar. Sizlar bilan Rider Builder bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha bolalar. Albatta Telegram kanalimga o't olinglar bolalar. Kimga promokodlar kerak bo'lsa. Buguncha videomiz tugadi. Hammalarga xayr bolalar. Sog' salomat bo'linglar.